Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatib borayotganlar. Videomizni boshlashdan oldin sizlardan bittadan like, bittadan kommentariya kutib qolamiz. Iltimos sizlardan bittadan like'ni bosib qo'yinglar. Shu ko'pchilik ko'rishligi uchun bizda hech qanday muammo yo'q, shu videolarimiz soni kam ko'rilyapti. Qadrdonlar, shuni hisobiga like, kommentariya bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz bismillahirrohmanirrohim deb boshladik videomizni. Qadrdonlar, mana bu yerda qilyapti turgan ishimiz mashinaqangi choplama ishlarini qilyapmiz. Mana ko'proq ustalar bunaqa ish qilmaydi. Chunki bu juda ham vahimali ish. Mana ko'rib turganingizdek, yarim g'ish yeydigan joylar bor. Buni sababi pastiga 1,5 g'ish xomg'ish urilgan, tepasiga 1 g'ish qilib shilaka bo'lib terilgan. Bunga ham sabab nima deydigan bo'lsak, bu joyda eski uy bo'lgan, ustalarimiz shuni buzishib, o'zdan chiqarishib, urishgan. Yetgani chetgacha yetgan, tepasiga keyin shilaka bo'lib olib kelib berishgan. Mana shunaqangi holat, qadrdonlar. Mana ustalarimizni Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha joyga razmsasini to'ldirib chiqishyapti. Endi keyingi xonani ko'rsatamiz sizlarga. Mana qadrdonlar, o'sha to'ldirgan joylarimiz. Mana bu ham tepasiga taxtalarni, roykalarni qotirib, mana pastdagi g'ishga tekislab oldik. Bu xonalarimizda ham xuddi shunaqangi holat bo'lgan, qadrdonlar. Mana chornisi deb aytishadi ustalar bilan aytganda, chornisini urib oldik. Mana bu xonalarimizda ham shunday. Qadrdonlar, yana bir bor eslatib o'tamiz, like, podpiska qilib qo'yasizlar. Bizga bu ishlaringiz bilan katta yordam qilgan bo'lasizlar, qadrdonlar. Kanalimiz rivoji uchun. Qachondir biz ham kanalimiz rivojlanib, qo'limizdan kelgancha sizlarning ishlaringizni yoritib berishga harakat qilamiz, qadrdonlar.